Assalomu alaykum. Bizning ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar, og'aynilar, yaxshimisizlar? Bugungi yuk Jizzaxga Komsomol deysizmi aka? Guliston Komsomol ekan. Jizzaxga shopib olib ketyapti turganiga. Ko'rib turganlaringdek bitta ruchkali mishal keladi. Birimi mana bu yerda 1 metrligi 63 ta 3 ta arava bu bonusga akalar. Sezyapsizlarmi? 3 ta apalabga ketyapti bu yerda. 3 ta arava bonusga berilgan aka, 3 ta apalabga. Qo'yingki, Sirdaryodan akamiz mana yuklab bo'ldik. Bu yerda bir komplekt pastiga 76,5 apalabga, ikkita tepasiga 63 apalabga yuklandi. Burchaklari, qo'shimcha listlari, hamma narsasi yuklandi. Mishalka 3 ta arava akamizga chiroyli qilib berdik. 30 million qoldi, 38 millionga tashlandi. Eshiklar qasdi turibdi. Qo'yingki, chiroyli qilib yuklab berdik. Salomat bo'linglar akalar, inshaalloh biz xizmatdamiz. Farruh akam ketyapti ana bizga listlar. Aka mana spiskasi 30 million pul berishadi bizga. Salomat bo'ling aka. Xo'p. Buni ichiga solib qo'ying. Mana bonusga pashimli bilan yemen. Akalar listlar qo'yingki, bu yerda apalabkalar, beton mishalkalar, tenkalar ham chiqdi inshaalloh. Jamil Abdurahmonov Shamsiddin, Farg'ona viloyati Buvoyda tumani Kamanterani qishlog'idan sizlar uchun pastdagi raqamlarda aloqadamiz. Xizmat bo'lsa kerak. Tavsiyaga ko'rishaylik akalar. Inshaalloh mana akalarimiz ham beton mishalka olishgan ekan. Chiroyli qilib bir qadar ko'rib yurgizib berilyapti.